Salom hammaga, Abron Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Dilisi Dream Draft va Challenge chempionatdan mana shu tarkiblarni tuzamiz. Birinchi Dilisi Dream Draft menimcha eng kuchli komandani yig'sak bo'ladi, chunki zangor kartochkali o'yinchilar. Unda biz boshladik. Xo'p, taktik sxema 4-1-4-1, 3-4-1-2, 4-1-4-1 ni tanlaymiz. Xo'p, kapitan. Menimcha qiyin tanlov. Sizlar kimni tanlagan bo'lardinglar? To'g'ri, Ronaldo qirol, goatlardan bittasi. Lekin hozirgi moment tarkibimiz uchun kerakli o'yinchi bu Usmon Dembele. Yoki boshqa o'yinchini tanlaysizlarmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar o'zinglar fikringlarni. Unai Simon tanlaymiz albatta darvozaga. Xo'p. Video ko'rishim ham mumkin, lekin videoni vaqti cho'zilib ketadi. Shuning uchun yoki video ko'rganimda reklamada noto'g'ri narsalar chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun video ko'rmayman. Alonsoni tanlaymiz himoyaga. Xo'p, Timber qaysi jamoada o'ynashini yozib ketinglar. Albatta belgilab o'taman. Xo'p, Romero yoki Gvardiolni olamiz albatta. Reytingi ham kuchli, o'yini ham. Di Lorenzoni olamiz. Di Lorenzoni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Like bosish ham esdan chiqmasin. Qaysi komandada o'ynaydi? Xo'p, Savinio, Garnacho, Nunes. Menimcha Savinio yaxshiroq bizga. Xo'p, sariq kartali o'yinchilar tushmayapti, ko'ryapsizlar o'zinglar. Lekin Dembele bor bizda. 93li. Kante yoki Bellingham. Menimcha Kanteni ham o'zini muxlislari bor, ammo Bellingham ancha kuchli hozir. Qaysi jamoalarda o'ynagan Bellingham, o'shalarni ham yozib ketinglar. Va hozirgi kunda YouTube shortslarida driblingi bo'yicha eng ko'p ko'rilayotgan o'yinchilardan bittasi menimcha Olise bo'lsa kerak. Olise Bavariyadan oldin qaysi komandada o'ynagan ko'pchilik bilmaydi. Bilganlar bo'lsa ular haqiqiy futbolni muxlislari, ular uni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlarga yordam. Angliya Premyer Ligasida o'ynagan oldin, Bavariyadan oldin. Hop, Watkinsni olamiz albatta, chunki 79 reytingli. Kepa Arrizabalaga yoki Keylor Navas olaman. Real muxlislari uchun old legendlardan bittasi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Spinazzola yoki Lenormand, Carreras kerak bizga, lekin qanotga Carreras olamiz, iloji yo'q. Ake yoki Stones. Qiyin tanlov, qiyin. Mayli. Carrerasni oldik, Stonesni olamiz endi. Qanot o'yinchimiz bor. Palinyani olamiz. Va albatta Garcia, Doku yoki Grilish. Doku hozir yaxshi formada. Martinelli ham yaxshi o'yinchi. Lekin nimagadir shu 80 reytingi chiqarmaydi Dilisida. Dilis yoqtirmaydimi? Hop, Moise King, Vlahovic. Menimcha Vlahovic ancha kuchli, hammasidan kuchli. Reytingini tushunishi sabab Yuventusdagi zaxirada qoldirilishlar. Va albatta Marcus Rashford emas, Aubameyang o'zbekchasi. Xo'p, tarkib yomon emas. To'g'ri, super tarkibda bo'lmaydi-yu. Lekin o'yinchilar tushiramiz. Hop, markazga tushiramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, yomon tarkib bo'lmadi.
Menimcha. Endi hop, buni ko'rgan bo'lsanglar, videoga like bosgan bo'lsanglar, keyingisiga o'tamiz. Bunda 4-2-3-1. Mayli, endi 3-1-4-2 taktikasini tanlaymiz. Bunda omadimiz kelar mana. Holand kapitan va Kiril o'yinchi darvozaga. Albatta, Magnam himoyachi yana yaxshi chiqmayapti. Himoyaga Nurulloni olamiz. Murillo emas, Nurullo. Va Konate. Abduqodir tushsa ham bo'laveradi bizga. Olib qo'yaveramiz. Omad bizdan yuz o'girgan. Hernandez, Kukurella, Daminol. Menimcha bizni qiynamoqchi, video ko'rishga majbur qilmoqchi dilisi. Ammo biz majbur bo'lmaymiz. Gumarishni olaman. Shak shubhasiz. Mana o'zinglar ko'ringlar, mana shu De Paul, Ceballos hammasini почти futbol ko'rib yurganlar biladi. Kim olardinglar? Mayli. Realchi bo'lganim uchun Kazemironi oldim. Вообще bu yerda hech qanaqa savolsiz Realni muxlislari bo'lsa ham olib qo'yasizlar Hakimini oldingi jamoalarni to'g'ri yozib ketganlar. Qoyil qolaman kommentariyada. Chunki ko'p jamoada o'ynagan, yosh bo'lishiga qaramay Hakimi ham. Kolo Muani. Keylor Navas yana chiqyapti-yu bizga. Keylor Navas. Onani vash yoqmaydi. Mayli yana Keylor Navas xursand bo'lsin mani davrimda. Shu Abron dilisi mani 2 marta oldi. Zo'r o'yinchi ekanman desin. Iloji qancha do'stlar. Mana video ko'rganimda ham bitta mana shu Lobotkani berdi. Bitta sariq kartali o'yinchi qo'shib berdi. Xolos, video ko'rganim hurmati. Ezeni olamiz. Shuni ham insofsiz bo'ladimi? Yana Savinoni beryapti. To'xtaylik, yana pauza qilib turaman. Yana bitta video ko'ramiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu safar ikkita berdi. Williamsni olamiz. Vav. Dobvik, Sheshko, Rashfordlar faqat tushyapti, faqat. Video ko'rmasang tayinga olasan deyapti. Farqi yo'q, video ko'rmaymiz. Bu safargisi video ko'rmasa bo'lmaydi, chunki yana saysolli o'yinchi yo'q bironta ham. Ko'rdinglar. Video ko'rganimdan keyingi holat. Bitta ham sariq kartali o'yinchi bermadi. Voltimadeni olamiz majbur. Mayli, rozimiz shunga ham. Hozir tarkibni bunda ham ko'rsataman. Menimcha bunda ham afsuslanarli tarkib bo'lmadi. Bunda yaxshiroq ham bo'ldi deyishimiz mumkin. Tarkibda почти deyarli 11 nafar sariq kartali o'yinchi. Shuni bunday qilsak, Robinsonni qo'yamiz ana. Bir reyting yetmay qoldi. Solishtirib ko'ringlar. Dream Draft'dagi tarkibim kuchliroqmi yoki o'sha chempionat challenge'dagi tarkibim kuchliroqmi? Ko'rishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.